Stomatolog uchun fotoapparat nimaga kerak? Eng muhim sababini video so'ngida aytib o'taman. Ushbu videoni saqlab qo'ying va hamkasblar bilan bo'lishing. Birinchi sabab, bemor bilan muloqot qilish vaqtini kamaytirish, bemorni ishonchiga kirish. Siz qilgan ishlaringizni rasmlarini ko'rsatib, bemorni og'iz bo'shlig'idagi holatni rasmga olib ko'rsatib, bemorga kerakli bo'lgan muolajani aniq ma'lumotlarga tayanib, davolash rejasini tuzib berasiz. Shu bilan birga taxminiy ushbu davolanish qancha bo'lishi, qancha xarajat bo'lishini ayta olasiz. Ikkinchi sabab, o'z ustingizda ishlash, ish sifatini oshirish, hamkasblar bilan diskussiyalar uyushtirish, stomatologik forum, stomatologik seminarlarda ishtirok etish, spiker sifatida o'z tajribangiz, kerak bo'lsa kamchiliklar bilan ham ulashishingiz mumkin. Va nihoyat, uchinchi sabab, yuridik xavfsizlik. Hozirgi kunda bemorlar ijtimoiy ekstremizm bilan shug'ullanishmoqda. Ya'ni klinika hududiga kelib, muolajalarni olib, bir muddat o'tgandan keyin asossiz klinikani sudga berishmoqda. Va albatta ushbu sudda klinika ushbu muolajani avvalgi holati, tayyor bo'lgan holatini rasm, video ko'rinishida ko'rsatmasa, tabiiyki sudda mag'lub bo'ladi. Mag'lub bo'lgan klinika bemorga ham ma'naviy, ham moddiy zararni qoplashi kerak. Demak,